Bir kuni shayton shotirlari bilan bir obod qishloqni sayr qilibdi. Shotirlar qancha harakat qilishmasin, qishloq aholisi juda ahil va inoq ekan. Shunda shayton, sizlar bir sayr qilib keling. Sizlar kelguningizcha men sizlarga shunday bir dars tayyorlab qo'yaman, ko'rib hayron qolasiz debdi. Shunda shayton daladagi eshakning ipini yechib yuboribdi. Eshak daladagi barcha ekinzorlarni vayron qilibdi. Buni ko'rgan uy bekasi eshakning boshiga to'qmoq bilan bitta urgan ekan, eshak o'lib qoldi. Buni ko'rgan eshakning egasi kelib, ayolni bitta urgan ekan, ayol o'lib qoldi. Uni ko'rgan ayolning eri qo'lida pichoq olib, u erkakni burdalab tashlashibdi. Buni ko'rgan qarindoshlari kelib, bu erkakni urib o'ldirib qo'yishibdi. Buni ko'rgan u erkakning qarindoshlari qo'liga qurol olib shaharga chiqishibdi. Shu tariqa shahar vayron bo'libdi. Buni ko'rgan shotirlar kelib, bu ishni qanday uddalading deb so'rashganda, shayton javob bergan ekan. Qaysiki obod joyni vayron qilmoqchi bo'lsang, u yerning eshaklarini ipini qo'yib yubor. Shuni o'zi yetadi.